bugungi zamonni fojiasini aytib beraman sizga dedim. 15 yashar qizchani olib keldi onasi. Otasi qattiq qo'l. Uydan chiqishga ruxsat bermaydi. Maktab, uy, boy oila. Haligi maktabga avtomobilda haydovchi olib boradi. Avtomobilda qattiq nazorat qizchaga, 15 yashar qizcha. Chiqmaydi, xiyonat qilmaydi. Endi uyga ko'milib olgan, xonasidan chiqmaydi. Telefonni olib tashladik, bir oy qiynadik, janjal ko'payib ketdi, yana telefonni qaytarib berdik. Kompyuterdan boshini ko'tarmaydi qizim. Deyapti endi. U xavotirda ozgina erkakcha gormonlar ko'p, balki qizimda deb olib kelganda menga uni. Men bilsam, Rossiyadagi bir Omsk shahrida 38 yashar ayol bilan dugona bo'lib olgan qiz. Gaplashyapti o'sha bilan kechalari. Boy oila, endi biza deydi, ota qattiq qo'l deydi, lekin yevropalashgan oila, endi bilib turibdi. Shimda qiz, oyisi ham doktor ekan. Men o'g'il bola bilan gaplashmayapman-ku, men qiz bola bilan gaplashyapman-ku deydi. Endi keting dedim, men gaplashay qiz bilan. Do'stlaring bormi? Yo'q. Qizlar bilan dugonamisan? Dugonalaring bormi? Yo'q. Dugonalarim meni qabul qilmaydi. Xo'p. Maktabda o'g'il bolalar bilan qandoqsan? O'g'il bolalar bilan qalin do'st bo'luvdim, ota-onam ruxsat bermadi. Ko'p anaqa do'st gaplashmagin. Endi o'g'il bolalar bilan gaplashib, o'g'il bolalar bilan kafeda o'tirib, shunaqa holatlar bo'lgan. Endi onasi ruxsat bermagan. Sen qiz bolasan, nimaga o'rtoqlaring o'g'il bolalar? U o'ylayaptiki, erkak o'g'il bola gormonlari, erkak gormonlari oshgandir, balki qizimda. Qo'pol qilib aytganda lesbiyankadir deb olib kelyapti-da menga. Endi kim bilan gaplashasan kechasi bilan kompyuterda? Larisa dugonam bor. Larisa qayerdan? Omskda yashaydi. Larisa tengingmi deyapman. Yo'q, 38 yoshda. Ras shubha boshlandi. Larisa bilan nimani gaplashasan? Hayotni gaplashaman. U yangi olib bergan ko'ylaklarini ko'rsatadi. Ana shahrini ko'rsatdimi bironta, qaysi shaharda yashashini? Yo'q. U faqat uyda gaplashadi men bilan. Keyin aytdim, qo'rqmaysanmi Larisadan dedim. Nimaga qo'rqishim kerak? U men dugonam. Men haqqimda deydi, hamma narsani biladi. Dadamni qayerda ishlashini, onamni qayerda ishlashini, hatto adresimni biladi, manzilimni biladi. Bu Larisa. Ana Larisa. Endi shubha paydo bo'ladimi? Bolangiz nima ish qilyapti, kim bilan gaplashyapti? Balki u o'g'ridir. O'zbekistonda yashayotgan Larisadir. Balki sizni manzilingizni bilayotgandir. Qachon uyingizda kim bo'lishini, qachon bo'lishini, nima bo'lishini. Meni deydi, Rossiyaga mehmonga chaqiryapti, bilet olib beraman, palon bismadon biletni ol kel deyapti. Balki seni organga topshirishar. Masalan. Qayerdan bilasan? Men deydi, bularni yomon ko'raman, ota-onamni yomon ko'raman. Hamma mehrni sening opamga berishgan, chunki opasi nozik, muloyim, hamma ishni qiladigan, xo'p bo'ladi deydigan, a'lochi. Ular xohlagandek, bunga e'tibor kam, nari tur, qilma, tegma, yurma, yana xato qilib qo'yasan, yana seni orqangdan gap eshitamiz, yana maktabga seni uchun chaqirishyapti, tushunyapsizmi? Negativ. Oqibat nima bo'lib chiqdi Larisa bilan? Oqibat nima bo'lib chiqdi? Oqibat Larisa unga kechalari har xil narsalarni o'rgatadi, masalan. Larisa ham lesbiyanka. Tushunyapsizmi? Ekranlaringizda ko'rinib turgan karta raqamlariga ixtiyoriy ravishda istalgan summani o'tkazing va loyihamiz rivojiga hissa qo'shing. Bu summalar texnik holatimizni yaxshilash, ko'rsatuvlarimiz davomiyligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Siz bizni yanada yaxshiroq holatga keltirishingiz mumkin.
quyosh nuri va mehr tafti ila to'yingan. Tabiiylik, sifat va xushbo'y ta'm xonadoningiz fayzidir. Silver choylari, tabiiy ta'm. Keyin bu gapdan keyin yana araz paydo bo'ladi. O'sha marketing o'yinni gapida. Masala hal. Ayol xato qiladi, erkak Masala o'shadi. hal. Lekin afsuski, ming afsuslar bo'lsinki, o'sha Rumiyning bir ajoyib gapi bor. Ko'cha kuchugini oltindan ip bog'lasang ham, nimadan jundan ip bog'lasang ham ko'cha kuchugi bo'lib qolib ketadi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun Zo'r gap ekan. juda zo'r gapi bor, ha. O'sha ko'cha kuchugi bo'lib qolib ketadi, u o'zgarmaydi. Tamom, o'zgarmaydi. Shuning uchun odam o'zi o'zgaradi. Shuning uchun bizda siz aytgandek o'sha men degan ayollar ko'payib ketyapti. Chunki o'zgarmaydi odam. O'zgarish qiyin, juda ham qiyin. Endi agarda mana shu yerda hozir axloqsizlik, o'sha Tolstoyning gapini aytdimi, bu вообще siz hayron qoldingiz. Paradoks dedingiz. Agarda o'sha erkak haqiqatan hamol bo'lsa, u xotiniga yoqmaydi, masalan, o'sha qo'lingiz bilan olib yetganingiz, masalan demoqchiman. Bu qo'pol bir misolda. Yoqmaydi, lekin menga deydida, oila bu emas. Menga baribir deydida, oila bu emas. Xotin sen shuni xohlayapsanmi? Demak, men shuni qilaman deyish kerak. Yoki siz shuni xohlayapsizmi? Men shuni qilaman. Lekin o'sish kerak. Dilshod opa, lekin kim nima xohlashi ham muhimda. Endi hamma xohishini ham qo'rsiz bo'lmaydi-ku. Insoniylik chegaralari bor. Kompromis. Demak, kelishib yashash kerak. Gaplashish kerak buning uchun o'rtoqlar. Gaplashish kerak. Eshitish kerak. Shu joyda savol. Boydan beri ayollarga yoqdi, yoqadigan gaplar gapirdingiz. Buning uchun rahmat sizga. Ular maza qilishadi. Ular maza qilishadi, kommentariyada fikringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Endi shu joyda bitta savol. Masalan, erkakni muhabbati, normal ayol va normal erkak haqida savolim. Birinchi shuni belgilab olaylik. Psixik sog'lom deylik. Ruhiy holati yaxshi bo'lgan erkak va ayol haqida savolim. Masalan, hayotda uchrashi mumkin. Boy badavlat erkak bir farrosh ham shunchaki yaxshi ko'rib qolishi mumkin. Farrosh bo'lib ishlayotgan ayolni ham shunchaki sevib, boricha qabul qilib, hamma narsasiga ko'z yumib uylanishi ham mumkin. Lekin aksi haqida gap ketganda biz misollarni kam topamiz. Masalan, erkakni yaxshi ko'rish kerak bo'lgan paytda stop. Yonida yana nimalari bor? Uni ham qo'shib savol qilib beramiz-da. Puli bormi? Puli bormi? Kimni bolasi? Nima natijalar qilgan? Qanchalik komfort qilib bera oladi bugun menga? Va menda shu joyda savol tug'iladi. Demak, men erkak bo'lganim uchun bermayman shu savolni. Agar fikrim noto'g'ri bo'lsa, siz buni isbotlab berishingiz mumkin. Erkakni muhabbati shunchaki muhabbat, shunchaki degan o'xshatishim noto'g'ri bu. Erkakni muhabbat, ayolni muhabbati shartli muhabbat bo'lib qo'yaptimi deb o'ylayman-da. O'sha yana fitratimizdagi gapga va buni men normal qabul qilishim kerakmi? Yonida yana nimalari bor degan savollar berilgan paytda. Ayolning instinktiga kirgan narsada bu. Tushunyapsizmi? Ovchini izlash. Erkakning ovchiligi miyasida dogma bo'lib qotib qolgan deya olmayman. Fitratida bor narsada bu. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham to'xta, u erkak qanday deydi. Erkak. Lekin bizning davrimizda shunday gap bor edi. С любимым рай и в шалаше degan gap bor edi. Ya'ni o'sha shalashni o'zbekchasi nima? Bilmayman. Ana shalash. Tushuntiring, Fan doktori. Yo'q, nimadan yasalgan uycha? Qumdanmi? Leninning uyi bor edi-ku, nimadan yasalgan? Qamishdan yasalgan uycha nima deyiladi? Chayla. Ana. Bizning davrimizda bitta gap bor edi. Bu o'sha Sovet ittifoqi davrida oilalar qurilardi, chunki bizda boylik degan tushunchaning o'zi bo'lmasdi. Va aytishardi, с любимым рай в шалаше, ya'ni chaylada yashasak ham sevgan insonimiz bilan yashaylik degan tushuncha bor edi. Yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham yonimda turib bera olasanmi degan gap bor edi. Bugun shu yo'q-ku. Bugun internet buzdi odamni. Bugun shu yo'q. Yo'q, qadriyat dedingiz-ku. Yaxshi kuningni birgaman, gap yo'q. Lekin men masalan o'zing hal qilib olgan. Men boshqa yaxshi bugun yaxshi yashayotgan. Bizning davrimizda o'ldim, kuydim, sevdim degan boy qizlar kambag'al yigitga eriga tegishardi. Nima uchun tegding degan savolga sevdim derdi. Men buni sevaman derdi va o'sha bilan bir umrlik
bir umr birga yashaganlari ham bor mana hozirgacha. Kinolarimiz ham shunaqa edi. Va baxtli Kinolar ham bo'lganlar ham shunaqa bor. Baxtli bo'lganlar ham bor. Ha, endi men oldingi filmlarni bir qarangda, qadimgi filmlarni bir qarang, ayollar qanday gapirgan. Bir eslangda. Muloyim. O'tgan kunlardan oling. Ha, o'tgan kunlardan oling. Muloyim, jozibador, nafis. Hozirgi ayollarchi filmlarni, hozirgilarni ko'ring. Ko'ryapsizmi ayollarni? Endi u qadriyatga taqalyapti-ku, lekin bir hozir ko'rsak soxtalik deb tuyuladi. Soxta. Hammasi soxta. Hammasi soxta. Yasalgan. Yasalgan. Mana bu qalbdan men o'sha aytgan gapim sadoqat shunchalik buyuk ediki, odamlar bir-biriga ishonib yashardi. Shu darajada. Hozir ishonch yo'qoldi odamlarga. Hozir hujjat. Hujjat. Ha? Hozir odamlarda ishonch yo'qoldi bir-biriga nisbatan. Bu bizning fojiamiz deb bilaman. Internetni ayblayapmiz hozir, Instagramni ayblayapmiz. Internetdan shu odamni qilyapti. Masalan, internet qayerdandir bir Marsdan uchib kelib paydo bo'lib hammani o'zgartirib Ertaga bu yo'qolib ham ketishi mumkin. Shu internetni shu odamlar shakllantirdi-ku, Dilshod opa. Internetdagi hayot boshqa ekanligini odamlarga, yoshlarga tushuntirishimiz kerak. Internet boshqa, hayot Ular boshqa. bilmaydi deb o'ylaysizmi shuni? Bilmaydi-da. Mana masalan Munisa Rizayeva har kuni eri mana bu katta savatlarda gul olib kelayotganini ko'rsatayotgandan keyin haligi bilasizmi bizda qadimda masalan 2000-yillarda Yulduz Usmonova hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'i bilan stadionlarda qo'shiq berardi. Hamma yig'lardi, vatanparvarlik tuyg'usi bizda oshardi. Har bir lider nimandir tashviq qilardi, targ'ibot qilardi. Yoshlar o'shanga ergashardi. Bugun deylik sport targ'iboti bo'lyapti. Odamlar ko'ryapti, ha, mana sportchi bo'ldi, avtomobil yutdi, moshin berishdi. Yoshlar o'shanga qarab ketyapti-da. Tushunyapsizmi? Qadimdan shu narsa bor-da. Haligi aravani qaysi tomonga qarab sudrasangiz, o'sha arava yaltiroq bo'lsa, yaltirab tursa, odamlar o'sha aravani orqasidan ketaveradi, ergashibda, ongsiz ravishda. Qayoqqaligi muhim emas demoqchisiz-da. Bu bilasizmi, sotsial, masalan, bitta narsani unutish uchun ikkinchi yangilikni berishayotgani bu ijtimoiy sotsiologiyani o'zini qonun qoidasida, har bir qonun qoidasi bor. Xuddi shunday bitta qo'shiqni chiqishi va undagi matnga yoshlarning kasal bo'lib qolishi, deylik, o'shani orqasidan ergashishi va shuni etalon deb qarashi, bu tarbiya o'sha tomonga qarab ketdi degan. Hozirgi tilda trendni orqasidan quvlash deydi. Trendni orqasidan quvlash. Aytayapti masalan, ha mana kulgili narsa qo'ydi, mana bitta haligi bloger shunaqa kulgili narsa qo'ydi, men ham kulgili narsa qo'yaman, ertaga 100 ta podpисчигim oshadi. Shu joyda. Dilshod opa, mana qarang. Qadriyatli yemirilyapti dedik va trendga keldik. Men ba'zi bir trendlarni ko'rib, u erkak qildimi, ayol qildimi, men uchun ahamiyatsiz. Faqat va faqat o'zim uchun ahamiyatsiz. Hech kimni borib erkinligini cheklamoqchi emasman. Shu holatimda turib ayting, bu trend bu va uni urug' aymog'i, qarinosh urug'i uchun isnotku deyman ba'zi bir paytlarda-da. Isnotku bu narsani video qilib olib chiqish, like yig'ish uchun. Bir vaqtlar odamlar bundan nafaqat uyalgan, hatto jirkangan ham-ku. Bu narsani qilgan odamga nisbatan jamiyat o'zini olib qochgan-ku shunaqalardan. Mana ajratib masalan qo'ygan deyman. Bugun bo'lsa bu meni shaxsiy ishim. xohlaganimni qilaman. Darajasiga chiqdi. Hech kim menga xo'jayin emas. O'sha o'zingizni seving degani, bular boshqachasiga men o'zimni sevaman. Men uchun mana shu narsa muhim va men o'zimni ko'rsatishim kerak. Men agarda demak olimni ko'ryapti ahvolini, o'qituvchini ko'ryapti ahvolini, yoki ovozi yo'qmi artistlik qilib ko'ryapti. Blogerlar millionlab podpисчик yig'yapti, blogerlik qilib ko'ryapti. Hammasini bitta-bitta, hatto kechirasiz, yengiltak ayollar ham o'zini bemalol reklama qilib pul ishlay boshlashdi. Masalan deyapman-da. Men endi bitta misol keltirmoqchiman. Mana ayam juda ham oriyatli ayol bo'lganlar-da. Endi tag-tagdan aristokrat bo'lganlar.
Man dadam biza birinchi rangli televizor bizni uyimizda bo'lgan ekan. Birinchi rangli televizor. Birinchi eng chiroyli imorat haligi zarhal naqshlar chizilgan imorat bizniki bo'lgan ekan. Nimadan? O'sha paytda ham Sovet ittifoqi davrida ham har kim boy bo'la olmagan. Dadam to'ydan pul topganlar. Kunduzi universitetda dars berganlar, kechasi to'yga chiqqanlar. Ayam aytganlarki, bo'ldi, mana uy qildik, avtomobil oldik, hamma narsamiz bor. Endi tashlaysiz xo'jayin bu ishni, otarchilikni. Mana ertaga qizlarimni kim oladi? Otarchini xotini degan nomni men ko'tarmayman, endi to'xtating. Bu yog'iga endi akademik bo'lishingiz kerak, professor bo'lishingiz kerak deb dadamni yig'ishtirib olganlar. Ayol kishilar o'sha vaqtda. Ayol kishilar or qilgan o'sha paytda. Qarang-da, ayam shunaqa qilganlar. Mana ham Toshkentga kelgan, men juda ajoyib ovozim bor. Men juda ham chiroyli raqsga tushaman. Men rosti gap. Men to'yga chiqa olmayman. Men to'yga chiqib ketsam, men hali neshinchi yillarda hali hamma Tolibjon akalar nima olardi, Nissan olardi avtomobil. Men o'shanlarni olib, o'sha boyib, ikkita uchta hovlili bo'lib, millioner bo'lib ketardim-da to'yga chiqsam, o'sha yillar, 2000-yillar. Bilasizmi, haligi fitratimda bormi shu ayamdan qolgan oriyatmi, bir narsam. To'yga chiqib gapirish uchun ham nimandir yechib tashlash kerak ekan. Yuzdan. Tushunyapsizmi? Nimanidir men o'zimdan yechib tashlashim kerak bo'lgan. Men o'sha narsani yecha olmadim. Er-xotin munosabati haqida gaplashayotgan edik. Qarang, men o'ylayman, bir bo'ydoq sifatidagi fikrim bir kun kelib bu fikr menda o'zgarishi ham mumkin. Hozircha kuzatgan hodisalarimdan ko'rgan xulosalarimga ko'ra, bizada ajrashishlarga ko'proq majburiy nikoh sabab bo'ladi degan xulosa bor menda. Balki bu deylik shaharlarda emasdir. Majburiy nikoh ko'p emasdir shaharlarda. Lekin markazlardan sal uzoqroqqa ketganimiz sari majburiy nikoh men nazarimda ko'proqdek tuyuladi. Ya'ni bizada hali ham markazlardan chetroqda tanlov imkoniyati u qadar yaxshi emas yoshlarda. Kattalar hal qilishadi, belgilab berishadi. Men buning uchun kattalarni ayblamoqchi emasman. Ular ham shuni ko'rib katta bo'lganda, ya'ni an'ana deylik, traditsiya shunaqa kelgan zanjir bo'lib. Va to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi o'zining xulosasi bo'yicha to'y qilishadi va shuning natijasida ko'proq oilalar buziladi degan xulosa bor menda. Va to'ylarning hashamatini ham ko'proq kattalar qiladi. Yoshlar men nazarimda u qadar hashamatga o'chmas shekilli. Ularga o'sha pulga sayohatga borish qiziqroq bugun. Har kimga har xil deb hisoblayman. Va siz aytgan gap majburiy nikoh masalasida. Vaqt o'tib, o'sha aytgan gapim. Sevib ham qolasiz. Vaqt o'tib, o'sha juft halolingiz. Mumkinmi shunaqasi? Mumkin, ko'p bo'lgan. Chimilliqda erini ko'rganlar, chimilliqda xotinini ko'rganlar 40 yillab, 50 yillab birga bir yostiqqa bosh qo'yib yashashgan. Ko'nikish bo'lgan u payt. U payt, hozir yana aytayapman. U paytlar ajralish xayolga kelmagan odamlarni. Dahshatli narsa. Dahshatli narsa, qo'rqinchli narsa bo'lgan. Hozir aytsangiz, yo'q, deydi-da yoshlar. Nahotki deydi. Buni bir qafasdek qabul qilishadi ba'zi birodar. Masalan, Sovet tuzumi, Sovet ittifoqi davrida, masalan, agarda erkakni yashirin biron qo'pol qilib aytmoq, o'ynashi bo'lsa, partiyadan o'chirib tashlashgan. Shu darajada bu narsaga jiddiy qarashganda. O'ta tabu bo'lgan. O'ta tabu bo'lgan. Ajrashdimi, demak bu demak qayergadir, qaysidir lavozimga loyiq emas, chunki u ajrashgan. Chunki oilasini eplay olmagan. Mana bu tabu bo'lgan. Armiyaga bormagan yigitlarga qiz berishmagan oldin. Hozir o'ylayman, armiyaga borgan yigitlarga meni akalarim qanaqa qiynalib armiyaga borgan. Qanaqa qiynalgan 2 yillab. Suyagi sinib, qo'rg'asi sinib, burni sinib, masalan. Chiniqtirganda o'shanda armiyaga ayollarni jo'natsin edi. Masalan. O'sha yerda bo'lganki, armiyaga borib kelganmi? Demak, bu qiyinchilik ko'rgan bola. So'ralarda oldinga borganda ham. Armiyaga nimaga bormagan? Biroq aybi bormi? Bormagan. Yo, bitta o'g'il, kichkina kenja o'g'lim shuncha yubormaganmiz degan gaplar keyinchalik. Haligi nigotin degan gap sharmandalik. Sharmandalik bo'lgan. Chunki armiyada erkak kishi chiniqqan. Endi
u paytlar masalan siz aytgandek majburiy nikoh bo'lgan chimildiqda ko'rgan bir-birini sekin ko'nikkan bir-biriga yashagan. Mana shu qoqnon bugun qoqnon yeymanmi, ha xotinjon bugun qoqnon yeb turaylik, ertaga yaxshi bo'lib ketadi, zo'r bo'lib ketadi ko'rasan. Ana shu zo'r bo'lib ketadi degan gapni o'zi ham katta gapda. Men shunaqaman, xohlasang shu, xohlamasang katta ko'cha bugun. Tushunyapsizmi? Men shunaqaman. Men dangasaman, dangasaman. Dangasalar qanaqa erkaklar? Erkak degan mas'uliyatni tushunmaydigan erkaklar. Erkak emasda ular endi erkak. Majburiyatlarini unutgan erkak. Agarda unutgan demaylik, qabul qilish xohlamayotgan bo'lishi ham mumkin. Mana Jahongir Ortiqxo'jayevni bugun ko'zim tushib qoldi-da, endi nimaga chiqibdi? Rekomendatsiyaga chiqibdi-da. Bundoq kirsam, to'xta dedim. Xotinlari bilan birga AQShda sayohat qilib yurishibdi endi. Kommentlarga kirdim. Bilasizmi, 70% ayollar yozyapti. Zo'rda janjallarning asosiy sababi iqtisodiy kamchilik. Bular to'qda. Maladesiz Jahongir aka. Siz oilangizni shunaqa qilib qo'yibsiz. Sizga tasanno Jahongir aka. Mana baxtli hayot. Hammasi aytgan. Baxtli hayotning kaliti iqtisodda. Ta'minlab qo'ygansizda, shuning uchun janjal bo'lmaydi. Bizning janjallarimizning asosiy sababi iqtisod. Xotinlar yozyapti. Demak, qashshoqlar ko'payapti degan xulosaga kelasizda. Demak, ajralishlarning sababi o'sha majburiy nikoh emas, balki Anjelika kitobi bor. Bizani trendga chiqqan, mana shu oldin bizda kitob trendga chiqardi bolalar. Kitob trendga chiqardi. Anjelikani o'qiganmisan, yo'q, Aleksandr Dumani o'qiganmisan, yo'q, o'qimagansa gaplashmasdik. Aytardi, bu. Masalan, endi Anjelikada O'tganim bilan tushunmaydi baribir. Joffrey de Perrickni sevib qoladi. Sevib qolmaydi. Joffrey de Perrick degan millioner, shunaqa bilaylik, oltin chiqaruvchi odam. Anjelikani sevib qoladi. Ya'ni ko'zi ko'k, go'zal bir oddiy qizni sevib qoladi-da, uyiga olib keladi-da. Haligi shunchalik xunuk badbashara erkak bo'ladiki, shunchalik xunuk va badbashara erkak bo'ladiki, uning mulozamatidan, uni o'zini tutishidan, ayollarga ko'rsatayotgan iltifotini ko'rib, xotini sevib qoladi, ana erkak qocha boshlaydi. Masalan, Gentleman. Yana aytaman, ko'pincha erkak sababchi, ayolni baxtli qilgan erkak bo'ladi. Tushuntir. Bugun omadim yurishmayapti, lekin men harakat qilyapman-ku dedi, uydan chiq. Mana yaqinda bittasi qo'ng'iroq qilyapti menga. Aytmayman qayerdan, uzoq viloyatlarimizdan birida. Xotinim deydi, gaplashyapti telefonda, yozishyapti. Kech kelyapti. Menga qaramaydi, menga e'tibor bermaydi. Men siz nima ish qilyapsiz dedim. Uyda o'tiribman dedi. Qamalib chiqdim. Endi uni ham tushunish mumkin. Hali adaptatsiya demoqchimisiz? Qamalib chiqdim dedi. Mana meni yo'qligimda shu odamni topibdi. Opa deyapti. Men tushunyapman. Men uni qalban tushunyapman. Endi ayollarimiz erkinlikdan shunday foydalanishyaptiki, pul uchun bir xunuk erkak bilan yashashga rozi-da. Yaqinda Instagramda bir ko'zing tushgan trendga ham chiqdi-ku, masalan, Sohib Jamolov Maxluq multfilmidan kadrlar qo'yishgandi. Agar sani shunaqa qasring bor bo'lsa, maxluq bo'lsang ham roziman. O'sha Joffrey de Perrick, o'sha Anjelikadagidek. Endi men sizga bitta gapni aytay. Pul topmagani uchun, uyda kuni bilan yotgani uchun, men aytdim, turing o'rningizdan dedim. Turing. Chiqing. Keting. Osilmang. Hamma kelganida mana faqat meni haydamagin. Endi qamoqdan kelgandan keyin ozgina видимо nimada endi sal oksikli qalbi, sal tushib qolgan, samatsenka tushib ketgan, tushkunlikda hali hamda aytayaptiki, ovqatlarni qilib qo'ysam, xotinjon kelding deb kutib olsam, hammasini qilyapman, haydamasin deyapman, lekin sovuqlikni sezyapman, yo'qligimda kimdir topgan. Men yashamoqchimisiz? Bolalarim uchun yashamoqchiman deyapti. Erkak yig'layapti. Faqat bolalarim uchun yashamoqchiman. Holat ko'pini ko'rdim. Bolalarim uchun yashamoqchiman degan erkaklarni. Kechiraman, mayli, unutma, faqat uni tarbiyalab bering deyapti menga. O'sha erkakdan voz kechsin deyapti-da. Uni tarbiyalab bering. Endi siz nima deysiz? Chiqing, turing o'rningizdan.
turing boring, biron ish bilan shug'ullaning, biron harakat qiling. Keling o'zingizdan delovoy erkakni yasang, hech bo'lmaganda mayli pul topib kelmasangiz hamda endi sal o'zingizni torting. Bitta savolda. Psixologiyada shunaqa narsa borda. Sadoqatni unutgan ayolga nimaga men masalan delovoy yasashga majbur bo'lishim kerak? Boradigan joyi yo'q. Faqat shuning uchunmi? Faqat shuning uchun. Mana hali bolalikdan chiqib ketmagan infantilizm. Hali bolalikdan chiqib ketmagan. Rizq Allohdan deb 5 mahal namozni o'qiymiz. Lekin rizq Allohdan ekanligiga ishonmaymiz. Aslida shunaqa. Aslida shunday. Bilasizmi, meni Toshkentga kelishimga men tavakkal qilib kelganman. Meni bu yerda birov kutib olmagan. Birov menga "Ma ish" deb kelmagan. Biz aslida tavakkal erkak kishiga yarashadi. Ko'proq. Hozir buni aksi bo'lib qoldi. Aksi bo'lib qoldi. Lekin men tavakkal qilganman. Burjlarga siz aytishingiz mumkin bu gunoh, bu noto'g'ri, lekin kuzatuvlarim mana hozir men endi ancha yoshga kirib qoldim men. Men ishonmayman. Men burjlarni o'rganib chiqqanman. Nima uchun o'rganganman? Men diplom ishim bolalarning temperamentiga qarab muomala qilish va ularga tarbiya usullarini o'ylash degan ish yozganman. Diplom ishim broshura bo'lib, ilmiy ish bo'lib chiqqanda o'sha metodika sifatida psixologiya fakultetlarida Samarqandda foydalanishgan. Va o'shanda burjni o'rganishga majbur bo'lganman. Bog'chalarga borib ishlaganman-da. Haqiqatdan ham o'sha xolerik, flegmatik deymiz bolalarni, sangvinik. Keyin burjlarini olib yozib chiqqanman o'zimcha. O'sha burjlar o'shanda moda bo'luvdi, kechirasiz, urfga chiqqanda. Televizorda ham gapirishdi. Urfga chiqqanda o'sha payt keyin men o'shalarni o'rganganman-da, haqiqatan ham. Devalar mana shunaqa. Yer burjida tug'ilganlar haqiqatan ham yumshoq, yuvosh, mo'tadil insonlar. Olov burjida tug'ilganlar haqiqatan ham shunaqa olovdek yonib turadi. Men konsultatsiyalarimda birinchi navbatda burjidan so'rayman-da. Chunki odamni o'rganishim uchun o'sha narsani shundoq aytaman, o'zidan o'zi kelib chiqadi o'sha insonligi. Aytib beradi-ku erini masalan. Aytib berganda aytaman. Olov burjida tug'ilganmi desam, ha deydi masalan-da. Tushunyapsizmi? Bu narsaga men endi bo'lganda bu narsa endi kechirasiz, astrologiya Menga gapirasizmi bo'lgan. Umar Hayyom astrologiyani o'rgangan inson, ham astronomiyani, ham astrologiya. Umar Hayyom qarashlari bo'yicha shunaqa bo'lishi mumkin. Umar Hayyom buyukligiga shubha qilmagan holda Umar Hayyom ham adashishi mumkinligini e'tirof etaman. Umar Hayyom ham inson bo'lgan. Umar Hayyom kosmosga chiqib ko'rmagandir Shodafa. To'g'ri, lekin ikkinchidan Umar Hayyom yozgan ba'zi bir narsalari ham bahsli. To'g'ri. Azaldan loyimni qorganda Xudo bilardi filmda nima bo'lishini, keyin nimaga savob gunohimga qarab jannatga, jahannamga ajratadi. U bilardi-ku, shunaqa qilishimmi? O'zi bilib turib nega jahannamga tushiradi deb yozgan fikrlari ham bo'lgan. Kimdir aytadi buni Hayyom yozmagan, kimdir yozgan, ha? Yozgan, lekin hamma odam Umar Hayyom. Mana shu fikr o'zi oxirida iymon keltirgan. O'sha taqdir bitiga borligiga. Balki astrologiya haqidagi gaplari iymon keltirmasdan oldingi gaplar. Balki mana xuddi shunday. Nuqta. Lekin nuqta emas. Nega? Chunki men hozir konsultatsiyalarimga shu narsaga amin bo'lyapman. To'g'ri kelyapti. Mayli inkor etinglar, mayli mumkin emas deylar. Bu bashorat emas bu. Bu fol emas. Shunaqa deylik. Bu folbinlik emas. Tushuntira oldimmi? Folbinlik gunoh, lekin bu fol emas. Men shu narsani. Bu sizning shaxsiy fikringiz va qarashlaringiz. Men uni hurmat qilaman. Rahmat. Men uni hurmat qilaman. Bu oyda men savol bermoqchiman. Gapiring. Bugun sen ko'p savol berdingmi? Umuman savol bergan. Sanjar kam savol berdi. Yo, men savolim men ikkita zo'r savollar tayyorladim. Gapingizni bo'lib qo'ymaslik uchun. Bemalol. Bo'lib qo'ymaslik uchun nuqta qo'ymadilar shu joyiga deb kutdim, keyin mavzu burib o'tib ketgandan keyin endi hozir yana shu mavzuga qaytish bo'lib qoldi. Qaytavering, farqi yo'q, ulaysiz keyin. Men qaytaraman odamlarni har doim. Men qaytdim hozir, aylandamda. Boyagi masala ajrim masalasi va o'z og'zingiz bilan aytdingiz, asosiy sababchi erkak kishi dedingiz-da. Ajrimdagi. Bu tushunarli. Savolga javob oldik. Balkim shunaqa, balkim noto'g'ri. Endi hamma o'zi uchun
o'zicha tushuncha qabul qiladi. Endi men ishonch masalasida ozgina gaplashmoqchiman siz bilan. Bir ona, bir psixolog, Bir ayol sifatida yo'qolgan ishonch tiklana oladimi? Shu haqida javob bering. Misol uchun er-xotin o'rtasida. Men bitta DP ilova. Yana ham konkret va aniqroq manzilga uradigan qilib bering. Men bir erkak sifatida menga xiyonat qilgan ayolni, hatto yotoqqacha bormagan bo'lsa ham, xiyonat qilgan ayolni kechirmaslik kerak deb bilaman. Chunki ayol qalbi bilan xiyonat qiladi degan fikrdaman, deyman. U o'sha etapgacha keldimi, demak, yuragida, hatto aqlida, hissiyotida demak, hatto aqlida xiyonat qilib bo'lgan. Ketgan ayol ketishidan oldin ketib bo'lgan bo'ladi o'zi aslida. Men shunaqa fikrdaman. Ya'ni uni hech qachon kechirish mumkin emas demoqchisiz. Yo'q, nega kechirish kerak o'zi? Deylik. Erkak kishi Sanjar aytganidek bu narsani his qilib bo'ldi-da. Ochiqchasiga ko'ngil qoladi-da baribir. Men kechirganingiz bilan butun umr xayolda bo'ladi bu narsa. Chunki ayolni sevmasligi mumkin, lekin u sizni ayolingizligini his qilasiz-da. Uni xiyonati sevgi ham rol o'ynamaydi-da, xiyonat his qilish erkak kishi uchun. Yo'qoladi umuman ishonchni. Men bu gapni oldingi intervyularimda ko'p aytganman. Erkak xiyonati bilan ayol xiyonatining yer bilan osmoncha farqi bor. Ayol xiyonat qilayotganda miyasi ishlab turadi. Ongli ravishda qiladi. Ongli ravishda qiladi. Ongli ravishda qiladi. Erkak kishini xiyonatini nima uchun kechiringlar deyman. Har doim mana nimalarimga ham qildim, kechirib yashagin, kechir, chunki u erkak deyman-da. Shuning uchun erkak kishi xiyonat qilayotganda ayrim miyasidagi ayrim lampochkalar o'chadi. Mana uydan chiqdimi erkak oilasini unutadi-da, xuddi jangga chiqqanday. Masalan, taksi haydovchisi deylik, xuddi jangga chiqqandayda u hozir frontda. To'g'ri. Xudo biladi oldiga kim o'tiradi, qassob o'tiradimi oldiga, deylik, qotil o'tiradimi yoniga, xudo biladi. Erkak kishi chiqdimi, umuman erkak kishi fikrlayotganda deylik, mana aytayman. Uning hamma lampochkalar, qutichalar o'chadi-da, bitta quticha ochiladi-da, o'sha qutichani mukammal ravishda amalga bachiradi. Mana shu joyda hal qilishim kerak. Hal qiladi-da, tamom. Chiroyli narsani ko'rdimi, chiroyli ayolni ko'rdimi, kechirasiz-ku. Hatto ba'zi korxonalarga aytib o'tirmayman, qanaqa korxonalarga. Lyubviyabilniy deydi. Ayollarni sevadigan erkaklarni olishadi. Shunaqa korxonalar bor. Aytadiki, ayni ayollarni sevadigan erkakdan yomonlik chiqmaydi degan gap bor-da. Shunaqa gap ham bor, bilasizmi? Shuning uchun erkakning xiyonatini kechiringlar deyman. Erkak mana shu go'zal narsani oldimi, ovchiga o'xshab olgisi keladi. Bu o'zi ham biladi, o'tkinchi hissiyotligini. O'tkinchi, chunki mana bu yerda orqasida xotini sadoqatli, bolalari, oilasi bor. Mana bu o'tkinchi narsa, bir shokoladni yeb keladi-da, bugun mana klubnikali shokoladni yegisi keldi-da, endi yedi. Ayol kishi miyasi har doim ishlab turadi. To'xtab tur. Siz boya aytganday, mana shu erkakning orqasida nimalar turibdi? Siz sevib qolasizda, Faroshni ham sevib qolasiz dedi-ku. Faroshni ham sevib qolasizda, uylanasiz shunga. Jonim, asalim, men seni yaxshi ko'raman deb, siz erkaksiz chunki. Tushundingiz? Faroshni ham, Malikani ham sevib uylana olasiz. Lekin mana bu Farosh erkakning orqasida nima turibdi dedimi, u miyasi ishlaydi. U miyasi ishlab turadi, hatto o'sha yerda ham. Shu oxirgi nuqtada. U og'u emas ayol uchun. Og'u emas, u sevdim, o'ldim, kuydim deydi-ku, aytadi, to'xta. Men shu odamni sevib qoldim. To'xtab tur. Qanaqa chiroyli masalan. Va qanaqa shu gapi zo'r. Qanaqa buni to'xta, mana bu erimni anaqa suraman. Mana shunda men kelajagimni ko'raman deb xiyonat qiladi, tushunasizmi? Shuning uchun ham kechirmaydi erkak shopa. Ha, chunki ayolni miyasi ishlab turadi. Voy, savolni qaytaraman. Qisqa javob. Kechirish kerakmi, kerak emasmi? Sizni psixolog sifatidagi fikringiz. Siz erkak bo'lganingizda sizga xiyonat qilgan ayolni kechirarmidingiz? Aslini olganda qisqa javob. Alloh kechiruvchi-yu. Hali ham ayollar nomidan gapiryapsiz. Bir taraflama fikrlayapsiz Dilshod opa. Men bu gapim bilan ayollarga isyon qilmoqchi emasman. Ayollar juda ham muqaddas. Avvalo erkaklar xiyonat qilmasligini tarafdoriman. Men ham.
Ayollar ham, erkaklar ham. Ha. Men boya aytdim-ku. Ya'ni men xoinlarga bo'lgan munosabatim erkakka nisbatan ham o'z aslida. Xiyonat bu xoinning ishi. Xoinlik. Kelishuvni buzish. Da. Bekitibmi, boshqami, bahona bilanmi bu buzish, bu ahdda turmaslik. To'g'rimi? Juda kuyinib gapiryapsiz sizni boshingizdan o'tgani uchun. Yo'q, uylanmaganman. Uylanmagansiz, lekin sevgan qizingiz sizga xiyonat qilgan. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bilasizmi? Menda hali xiyonatgacha yetib bormagan. Endi men har doim aytaman, kechirimli bo'ling deyman. Podsholar ham bekordan bekorga qatl etmagan-ku jinoyatchilarni. To'g'rimi? To'g'ri. Bekordan bekorga qatl qilinmagan-ku odamlar. Demak, so'zida turmagani uchun, aldagani uchun, yolg'on gapirgani uchun, xoinlik qilgani uchun. Demak, biza xo'p, mayli, kechirishimiz kerak. Alloh kechirimli bo'lgani uchun va kechirimlilarni yaxshi ko'rgani uchun. Lekin yaqinlashmasligimiz kerak bo'ladi-da. Mayli yaqinlashmang. Tohir Malikni o'sha gapi bor-da, chunki sani xohlamagan odamni xohlashda davom etish, sani xohlamagan odamni xohlashda davom etish jonning qadrini yerga urishdir deydi. Endi o'sha xohlab qolsa-chi, kechiring, men xato qilib qo'yuvdim. Men o'sha bilan hech nima bo'lmagan, lekin ruhan qalbim sevib qoldim o'shani. Kechiring, men Allohning bandasiman, men xato qilib qo'ydim desa-chi sizga. Nahotki kechira olmaysiz? Farzandlaringiz-chi? O'sha bilan bo'lsin. Farzandlarining onasi u. Yo'q, qarang. Hamma xato qiladi. Hech kim ideal emas. Hamma xato qiladi. Farzandlar alibi bo'lishi kerak emas. Chunki siz aytdingiz, ayol kishi ongli ravishda xiyonat qiladi. Nima u xiyonat qilayotganda farzandlarimchi degan narsani o'ziga bermaganmi? Bergan. Yo'q, mana ayrim nimalarim bor, keladigan ayollarim bor. Bizlar aytishadi, bilmay sevib qoldim o'sha erkakni deydi. Bilmay sevib qoldim, lekin bahona-ku, qo'ying Dilshod aka. Narsa bo'lib qoldi deydi. Bahona-ku bu. Siz shuncha odamni analiz qilib turib, shu ayoli shu gapiga ishonsangiz endi, men sizni ham yaxshi psixologingizga shubha qilib qolaman-da. Buni erkak kishi bo'lib turib va turmush qurmagan bo'lib turib, men bilib turibman-da. Men kechirmasdim. Men erkak bo'lsam, men qattiq kechirmasdim. Mayli. Javob etib qo'ysangiz bo'ldi. Yo'q, mayli ham shartli ravishda. Mayli, sizlarga shu yoqqani uchun shu javobni beraman. Yo'q, to'xtang. Qanday kechirish degani nima? Bilasizlar, kechirish nima? Xo'sh. O'z holiga qo'yib qo'yish degani. Tamom. Gaplashish, salomlashish, borib ta'minlash, oilasini, bolalarini, xabar olish, masalan, kechirishda kechirib yubordim seni. Unutdim hammasini, lekin boshqasiga uylandim. Lekin seni kechirib yubordim. Boshqasiga uylanishga ham ko'nmaydi kechirsa. Sen kechirdingmi, nimaga uylanyapsan? Siz hozir bilasizmi, maksimal himoya qilyapsiz. Men ayblang demoqchi emasman, lekin faktik baholaylik jarayonni. Yo'q, bu dunyoda shunday holatlar borki, erkaklar, bilasizmi, men gaplashgan erkaklarni deylik 40% kechirib yuborib yashagan. Shunchalik ko'p. Shunchalik 40% menga murojaat qilgan erkaklarni, nimagadir menga ko'pincha erkaklar murojaat qiladi. Sizni ko'rganman, ko'rsatuvlaringizni ko'rganman, bitta maslahatim bor edi. Mana shunaqa holat bo'ldi deydi-da, unuta olmayman, yaxshi ko'raman, shu ishni qilib qo'ydi. Kechirib yuboring deyman, kechiradi. Aytadiki, mana bu holati zo'rda deydi. Mana bu sifatlari borda deydi. Demak, yaxshi ko'rganidan kechirdi-da. Kechiradi. Boya biza yaxshi ko'rish aslida yo'q narsa deb turdik-ku, opajonim. Yo'q. Bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Yo'q. Shunaqa gap bor. Demak, ko'nikkan. Xiyonatni kechirgan. Siz ko'nikdingiz xotiningizni o'sha deylik ruslarda bir nima deydi? Yo'q, ruslar davom etaylik. Yo'q, stervan o'zbekchasi nima? Bilmayman. Hech narsa. Bilmayman, bilishim xohlamayman. Ruslar bizga tushmaydi deb Ha, to'xtang. Anaqa xotiningiz ba'zan jahlini sizga ko'rsatib turadi-da. Xarakterini, fe'lni. Men mana shuni qilmayman. Bor yanaqa, yo'qoling, ko'zimga ko'rinmang, falon erkaklik qilibda. Ba'zan erkaklar shu narsa yoqadi. Ba'zan aytadi, "Men shu menga qanaqadir energiya beradi." Xotinim asolani yaxshi ko'radigan uchun. Mana shu holatini sog'indim. Mana 6 oydan beri kechira olmayapman. Kimdir sevib qolgan ekan. Mana 6 oydan beri kechira olmayapman. Arosatdaman, lekin uni yaxshi ko'raman. Deydi-da, 3 ta bolasi bor. Shunday boradi-da, xotini keladi-da, xotini oyog'ini tagiga boshini qo'yadi-da, kechiring xo'jayin. Men bitta ahmoqlik qilib qo'ydim deydi. Mayli, mana shu bolalarim haqqi seni kechirib yashayman deydi. Bor unaqa erkaklar, bilasizmi? Bor. Kuchli erkaklar. Hamma narsani kechirish mumkin. Hamma narsani kechirish mumkin bu dunyoda. Hatto sizni sharmanda qilgan odamni ham kechirib yuborasiz.
Sizni xo'rlagan odamni ham kechirib yuborasiz. Bir marta shundoq Kabatallohga boringda. Shundoq bordimda. Men aytdim, o'zi boradigan joyim 2 qarit joy ekan. Bu yerda savol javobim bor ekan. Nima uchun mana shu menga yomonlik qilgan odamni nima uchun nafrat tuyg'usi turish kerak? Nima uchun? Men bilasizmi, odamlarni qanday qabul qilaman? Menga yomonlik qildimi mana shu odam? Men aytaman, voy bechara, shuni Xudo shunaqa yaratgan va men uni shundayligicha qabul qilaman. Tamom, men buni shundayligicha, bu jinni, shu jinniligicha qabul qilaman. Mana bu sal tili o'tkir. Men shuni shundayligicha qabul qilaman. Mana bu turib bitgani olov. Men shundayligicha qabul. Mana bu deylik latta. Men shu lattani men lattaligicha qabul qilaman va men uni o'zgartira olmayman. Nima uchun kechirmasligim kerak? Nima uchun kechirmasligim? Kechirib yuboraman, unutib yuboraman va hech nima bo'lmagandek gaplashib ketaman. Shunaqa bilasiz, meni ishxonamda bosh muharrir bo'lganimdan keyin ko'zimga qarab yomonlik qilganlar bo'lgan. Mana hozir masalan maqolani topshirish kerak. Hozir opa obeddan keyin topshiraman degan odam yo'qolib qoladi-da, o'sha obeddan keyin topshiraman degan maqolani siz qidira boshlaysiz bir o'zingiz. Bilasizmi, shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Sizni nolga chiqarib qo'yadigan odamlar bo'ladi. Ularni kechirasiz. Keling. Kechirasiz. Biz hech narsani aralashtirmaylik. U ish. Hayotda ham kechirasiz. Aql birlamchi turadi. Bilasizmi? Mana shundoq, bo'lmasa bundoq gaplashaylik. U tirikchilik. Akangizni, opangizni kechirasizmi? Sizga qilgan xiyonatini. Menimcha yo'q. Turli formada kechirasizmi akangizni? Menimcha yo'q. Gaplashmay ketasizmi? Hali xiyonat qilishmasa ham kerak degan umiddaman. Majbursiz kechirishga. Islomda araz 3 kun deyilgan. Majbursiz kechirishga va unutishga. Alloh kechirimli-ku, siz kimsiz? Siz bir zarrasiz. Uzr. Aka boshqa, Xotin ham siz xato qilib qo'yadi. O'zingiz gaplaringizga o'zingiz qarshi bo'lasiz hozir, Shoda opa, bilasizmi? Yo'q, xato qilib qo'ydi u. Deylik, 18 yoshar qizchani olib keldingiz. Xato bilmasdan qilinadigan narsa. Xato tajriba yo'qligida qilib ko'rib, bu bunaqa bo'lar ekan deyiladigan narsa. Lekin siz boya aytdingiz, u ongli ravishda qiladi. Ongli ravishda, shunchaki erkakning xiyonati kechiriladi dedim. Shundan xulosa yasavering. Shundan xulosa yasavering bu masalada, Dilshod. Yo'q, kelisha olamiz. Yo'q, men aytmoqchimanki, shunday erkaklar borki, kechirib oladi. Yo'q, albatta, men ularni hurmat qilaman. Kechish kerakmi deyapsiz-da? Shunaqa erkaklar bor bo'lsa, hurmat qilaman. Bor, men endi unikal, hammani hayoti har xil, hammani holati har xil. Siz ularni dayusga chiqarishingiz mumkin hozir. Men chiqarmadim hech kimni. Lekin hayot ularni shunga majbur qilgan va ular kechirib yashaydi. Chunki noiloj. Oxirgi nuqtadir-da. Bu holat bizlarni kuzatib o'tirgan mana shu ishni qilayotgan ayollarga motivatsiya bo'lishi mumkin-da. Kechiradi. Voy, ana bilmasam qilib qo'yish mumkin ekan. Kechirishingiz kerak deydi. Boradi-da, adasi. Ko'rsinlar Shoda. Menda shunaqa holatda. Men videoni ko'ring. Bilasizmi ayollar? Marketingga taniysiz. Psixologlar aytib turibdi. Shunaqa ish bo'ldi. Fortichka ochib qo'ydingiz hozir. Ya, to'g'ri, fortichka ochib qo'ydim, lekin men agarda postlarimni kuzatgan bo'lsanglar, meni blogimda men hamma va xiyonatga qarshi gapiraman. Hattoki aytganmanki, shunaqa ayollar bor deganman. Eri bo'la turib birov bilan yuradi. Men umuman erli xotin bilan yuradigan erkakni hurmat qilmayman. Jirkanchlik narsada bu. Eri bor xotin. O'ziga nisbatan ham hurmatsizlikda, to'g'risi. Bunaqa erkak bilan bir dasturxonda o'tirishni o'zi bir jirkanchlikda. Masalan, eri bo'la turib orqasidan eriga pichoq urgan ayolni umuman hurmat qilmaylar deganman. Postlarimda bor bu narsa. Men har doim xiyonatga qarshiman. Har doim sevgimi u, o'ldim kuydimmi, pulmi, boshqami. Ayolni aqli ishlab turadimi? Ayol har doim, men aytdim, ayol bo'yin dedim-ku. Ayol har doim, agarda siz uyingizda erkakni har doim mana shu 10lik bo'lsa, bir erkak 0 ayolda. 0 oldinga chiqdimi, tamom 0 bo'ladi hayot.
Shuning uchun erkakni har doim hurmatini joyiga qo'yib, mayli o'sha qanaqadir bir yotoqxonangizga kiringda, o'sha eringizni urishing, xo'rlang, tutib uring yuziga, shu ishni qilmading, yo noto'g'ri gapirding deb. Lekin mana bu ota-onasining oldida, o'rtoqlarining oldida, o'zingizni qarindoshlarining oldiga mana buni podshoh qilib qo'yingda eringizni deyman. Podshoh qilib qo'yingda. Rahbarlikni oilada siz zimmangizga oling. Kelin bo'lsangiz ham o'zingizni rahbardek tutmang. Lekin qayerda nima turishini va qayerda nimaning joyi borligini siz bilishingiz kerak deyman qiz bolaga. Qiz bolamisan, kelin bo'lyapsanmi? San as bo'lishing kerak. Xamir ovqat, mana xamir ovqat. Mana pichonnimi pichonning. Men qila olaman oyijon, qila olmaganini oyisidan so'rash kerak. Va aytmoqchimanki, agarda shu erkakka ham siz xo'jayin to'g'ri yuring. Xo'jayin xiyonat qilmang. Bilasiz, zinoni javobi borligini. Bilasiz, qizlaringizga qaytishini. Bilasiz, o'g'illar. Ishonasizmi? Qaytadi. Qaytadi. Istalgan dilo. Mana shu o'sha oddiy matematika bu. O'sha Davud payg'ambarimizga o'sha Zabur yuborilgan, o'sha Muso payg'ambarimizga Tavrot yuborilgan, o'sha Muso payg'ambarimizning 10 ta qoidasi, o'sha 10 ta qonuni. 4-chi yo 5-chi zino qilma. Zino qilma. Umuman zino. Hamma dinda shu narsa bor. Zino qilma. Kelishuv bo'lsin. Yoqmayaptimi? Aytaman, oldin javobini beringlar. Xiyonat qilgandan ajrashgan yaxshiroq. Ajrash deyman. Ajrash. Aytadiki 4 ta xotin mumkin, 3 ta xotin mumkin. Asan xotinlaringni oldin do'stlashtir unda. Do'st bo'lsin. Bunisini to'yingga to'y qilyapsan. Tug'ilgan kuning. Bu xotining ham kelsin, unisi ham kelsin, bunisi ham kelsin. Ana undan keyin uylan. Yo sen tug'ilgan kuningga bunisi kela olmasa, больницаga tushib qolsang, kasal bo'lsang, bekitib borsa. Ha, bekitib borsa, erda ur-to'polon bo'lsa, nima keragi bor? Bu ham bir xiyonatning turi. Kelishib ol oldin. Kelishib uylan, kelishib xiyonat qil. Va mard bo'lib bildir buni demoqchisiz. Mard bo'lib bildir buni. Tamom, vassalom. Agarda u tushunsa, tushundi, tushunmasa, tinchgina yur. Uzr, tinchgina yurgin. Yarash o'yini tugadi deylik. Ha, mana hozir o'sha bola bo'lib qolgan o'g'il bolalarning ko'pchiligi onasi yolg'iz. Otasining nomiga bor o'sha, yo 2-chi yo 3-chi xotinning bolalari, tushunyapsizmi? Chunki o'sha bolaga mehr berilmay qolgan. Mana bu bola bilan 24 soat ota. Bu bilan bir haftada bir marta ko'rishadi. Bu noto'g'ri-ku. Bu yerda infantil bola, bu yerda ona tarbiyalayapti. O'g'il erkakning roli yo'q mana bu bolada. Bu qanaqa qilib oilani boshqaradi bu? Bu ko'ryapti, ona bozor qilib kelyapti. Bu ko'ryapti, ona dominant. Ona erkak. Ona erkak vazifasini bajaryapti. Ayol demak erkak bo'lish kerak degan narsa uylangandan keyin ham bo'ladi. Tamom, vassalom. Ayol erkak uyalmasdan xotindan pul so'raydi. Pul berib turman, pulim qolmadi. Shunaqa erkaklar bor, xotindan pul so'rasam barakam qochadi deydi. Shunaqa erkak. Men aytyapman, to'g'ri, erkak dominant bo'lish kerak, lekin qanday erkak dominant bo'lish kerak? Qanday erkakka xo'p bo'ladi, xo'jayin deyish kerak? Qachonki u erkak o'sha qonun qoidaga, majburiyatga to'liq rioya qilsa, majburiyat nimaligini bilsa. Bekordan bekorga ajralishlar bo'lmayapti. Bugun mavzuyimiz o'sha ajrashish. Bola bo'lib qolgan erkaklar, ayolning ne'mat ekanligini tan olmaydigan erkaklar, rizq Allohdan ekanligini bilmaydigan ayollar va erkaklar. Farqi yo'q, taqdir u. Siz masalan qachonlardir bitta o'rtog'im bitta yigit juda ham sevib qolgan, juda ham, "Voy, men fizkulturnikka tegamanmi?" degan. Kursdoshim, psixologiyada birga o'qiganmiz. "Voy, men fizkulturnikka tegamanmi, nima deyapsiz?" deganda, o'zi umuman ma'lumoti bo'lmagan yigitga tekkan masalanda. Tushunyapsizmi? Taqdirimizga odamni yuboradi, qaysidir xatolarimiz uchun, qaysidir aytilgan so'zimiz uchun. Xohlang jazo sifatida deng. Xohlang sinov sifatida. Xohlang sinov sifatida, xohlang sizni taqdiringiz shu mukofot sifatida. Har bir gapimiz uchun men qizimni bermayman ana o'qimaganga yoki men qizimni bermayman ana andiga, kelgandiga, balom. Shunaqa bo'lib chiqib ketadi. Shunaqa bo'ladi o'zi. Voy, nimaga gapiribman deysiz. Va shunaqa ayollar bor, o'sha ayolni xiyonatini qoralagan ayollar bor. Masalan, mana shu xiyonatkor, mana shu iplos, mana shu qo'shnim ana eriga xiyonat qildi, erdan ajralib ketdi falan. Qaraysizki 2-3 yildan keyin o'zini farzandi shu holatga tushadi.
Shu joyda yomon narsa til. erkaklarga yoqmaydigan bitta mavzuni oching. Balans Oching. bo'lsin dasturda. Mayli. Dasturda balans bo'lsin, faqat ayollar haqida gaplashmaylik. Menga oxirgi paytda erkaklar ko'proq g'iybat qiladigandek tuyuladigan bo'lib qolgan. Menga ham. Qayerdadir yig'ilsak, masalan, davralarda afsuski Yana ayollarni g'iybat unaqa davradan odatda chiqib ketishga harakat qilaman, lekin ba'zi bir vaziyatlarda siz chaqirilganingiz hurmat uchun ham o'tirasiz, eng kamida jim. Va o'sha paytda bu yoqda shuncha global mavzular turibdi-da, agar gaplashaman desa, masalan, odatda normal erkaklar nimalar haqida gaplashadi? Futbol haqida, chunki ko'ngilochar narsa. U tirikchilikdan, hayotdan charchab yig'iladi-ku o'zi odamlar, to'g'rimi? Masalan, tashvishdan charchaganidan bir-biri bilan gaplashib, maza qilish uchun yig'ilsa, futbol haqida, oling yana siyosat haqida, din haqida, iqtisod, tarix yoki yana nimalardir haqida gaplashilardi. Lekin hozir unaqa emas, nimagadir. Yoki men shunaqasiga ko'proq uchrab qolayotganmikinman degan gumon ham bor. Bor. Unaqa erkaklar bor. Men ham endi baribir muloqot qilasiz. Ya'ni g'iybat bu tomonga o'tib qolganga o'xshaydi. Bilasiz, men sal oilam o'zi yurib bezirmini xo'jayinim bilan sal nimamiz xotinlar do'stmiz, hammamiz birga bordi keldi qilamiz, boshqa qilamiz. Bundan tashqari shunaqa odamlar bor. Mendan yoshroq yigitlar bor. Televizionni birga ishlaganmiz. Muloqot qilib turamiz, gaplashib turamiz. G'iybatni boshlaydi ayollarni kiyimi, ayollarni falancha ajrashib ketibdi, bironcha televizioniyaga chiqibdi, ochiq oydin gapiryapti, palon qilyapti, bismadon qilyapti, ajrashibdi, oilasi undoq bo'libdi. Erkak mening nazdimda haqiqiy erkak olijanob bo'lishi kerak. Qo'li ochiq, bag'ri keng, mard, olijanob bo'lish kerak. Aytaman-ku, qaytar dunyo bu deb. Agar sen xiyonatkor bo'lsang, albatta zurriyotingda xiyonatkorlar ko'p bo'ladi. Meni qizim yo'q. Men qo'rqmayman, men xiyonat qilaveraman, Dilshod opa deydiganlar bor. Afsuski, kelini xiyonat qiladi va ko'radi. Ko'zi bilan va shu holatni ko'radi va hech nima qila olmaydi. Bor bu holatda. Falanchani qizi ajrashib ketdi, bismadoncha bo'libdi deb erkaklar gapirganini ko'rib men qoyil qolaman. Maydalashish. Mayda gap. Kechirasiz-ku, anaqa odamlar quyoshni o'rganib yotibdi hozir. Bu yoqda latta chaynar. Bu yerda endi kim hijobli, kim hijobsiz, kimni kiyimi qanday. Erkaklarga emas-da bu. Bu erkaklarga emas. Ayollar orasida men tushunaman. Hatto ayollar orasida meni davralarim bor. Bir davra bor, latta putta gapiradigan ayollar davrasi bor. Bir davra bor, ish yuzasidan gapiradigan ayollar, biznes ayollar. Bir davra bor, g'iybatchi ayollar bor. Mana shu g'iybatchi ayollarga ham majbursiz borishga. BBC. Majbursiz. Nima uchun? Bitta irmoqni tashlaysiz. Masalan, aytadi, falancha artist falancha qilibdi, Dilshod opa, sizni xabaringiz bor. Bitta ilmoqni tashlaysiz. Nima uchun? Nima uchun? Chunki biza bolalikdan o'rganilgan, mana shu davrada o'tiribmizmi? Biza muloqotni ushlab turishimiz kerak. Shuning uchun gapirishga majbursiz. Bitta qarmoqni tashlaysiz, bitta mavzuni, ana shu mavzu atrofida hamma chaynaladi, o'zining darajasiga qarab. Siz eshitib, ha deb chiqib ketasiz. Chunki bu sotsial muhit deyiladi. Ijtimoiylik bu. Demak, biz shunga majburmiz bo'ysunishga. Lekin erkaklarimiz orasida men aytaman-ku, olijanoblik. Oilada ham erkak siyosatchi bo'lishi kerak. Erkaklar davrasida ham siyosatchi bo'lish kerak. Siyosat degani bu o'sha davrani boshqara olish. Ozgina bilasizmi, shunaqa erkaklar bor. Ular bilan qiziq. Bir davrada o'tirib gaplashish qiziq. Shunaqa gaplarni gapirib beradi. Hayot falsafasi. Donishmand erkaklar bor. Men dehqonlar bilan suhbat qilganman. Dehqon orasida ham shunaqa donishmandlari bor. Cho'ponlar orasida ham bor. Cho'ponlar orasida ham. Lekin shunday olimlar borki, razil insonlar bor. Shunday ssenaristlarni uylariga borganman. Odamni uyi ko'p narsani gapiradi o'zi haqida. Xo'sh. Ishonasizmi? Aurasi kir. Mana shu uyiga borasiz-ku. Qanday o'lchaymiz buni? Qaysi mezon bo'yicha biz uyiga qarab xulosa qila olamiz? Kirasida qanaqadir
buni siz sizga Tartib tushuntira olmayman. Masalan, masalasida nima? masalan siz ko'ra olmaysiz-ku, ayrim narsalarni ko'ra olmaysiz, lekin qalbingiz yorishadi. Mana masalan Bu his qilinadigan narsa demoqchi. his qilasiz. His qilasiz va o'sha suhbat davomida 10 minut suhbat qilaman-ku. Razilligi ochilib qoladi. Asl bashara. Asl basharasi ko'rinadi. Lekin u zo'r ssenarist bo'lishi mumkin. U Zo'r ijodkor, ha. zo'r ijodkor bo'lishi mumkin, zo'r yozuvchi bo'lishi mumkin, zo'r olim bo'lishi mumkin. Lekin ichidagi razilligini 10 daqiqalik suhbatdan keyin sekin ochasiz. Sekin ochasiz. Ko'p bo'lgan bunaqalar. Men juda buyuk deyishga endi haqliman deb o'ylayman. Odamlar bor ichida. Bor. Boyga g'iybatchi yigitlar masalasini gapirding-ku. Mana shu g'iybatchilar olimlar ichida ham bor. Bor. Hamma davrda Ha. bor. Va men o'ylaymanki, o'zimning shaxsiy tushuncham bu, og'aylarning orasida, erkaklarning orasida kimnidir ayollarni g'iybat qiladigan erkaklar o'zi aslida oilada o'rniga ega bo'lmagan erkaklar deb o'ylayman-da. To'g'ri. Hech narsada gap o'tmaydigan va o'zi aslida oilada ham uni hech kimni bilishmaydi deb o'ylayman-da. Chunki biz nimani uyda olmasak, o'shani ko'chada olamiz. Ha. Biz nimani uyda ola olmasak, bola yoki xotin yoki er uyda mehr topmasa, o'sha issiq taftni sezmasa, ko'chadan izlaydi. Xiyonatning sababi ham shu. Bolalarning boshqa sektalarga kirib ketishi, xotinlarning o'sha yoki xiyonat qilib yoki nonko'rlik qilishi hammasi uyda siyosat yuritilmagan, uyda gaplashilmagan, uyda mehr yo'q, uyda e'tibor yo'q. Men o'zimni agarda xotirjam his qilsam, agarda men erim bilan mana hozir biz shunaqa bir-birimizga bog'lanib qolganmiz-da. Uyog'i necha yil qolgan bilmaymiz. Endi meni faqat qizlarim-ku endi. Kelin yo'q. Ikkovginamiz bir-birimizga bog'lanib qolganmiz. Ertalab shu kofeni, issiq qahvani damlab ikkalamiz gaplashib o'tirganimizda lazzat topamiz. Prosta lazzat. Bilasizmi, farqi bor. 10 yillik turmushimiz bilan, masalan, 35 yillik turmushni yer bilan osmoncha farqi bor. 10 yillik turmushda nima uchun yoqqa bording? Nima uchun shimingni dazmollayapsan? Nima uchun 7-mart kuni masalan janjal bo'lgan bizda ham? Siz aytyapsiz sevgi. Bizda shunaqa sevgi bo'lganki, u kitoblardagidek sevgi bo'lgan, shunaqa sevgi. Men shunaqa boy oilaga turmushga chiqqanmanki, bir kunda boylikni shundoq yopib men polni ketaman deganman. Menga boylik kerak emas deganman. Meni xo'jayinim Ford Scorpion'da yurgan. O'sha yillar 90 nechinchi yillar 90. Bu davr uchun u 94-95. U davrda eng zo'rlar o'zi hozir ham Mazdani menga haydatgan olib kelib. Birinchi haydagan mashinam Mazda bo'lgan, haydatgan. O'sha paytda men shundoq boylik, mana bu mashina, mana bu to'la ikkita xolodilnik menga kerak emas bunaqa xo'rlik deganman. Menga kerak emas bu. Kechirasizlar, men bu yerda yashamayman. Endi xo'jayinim, men arazlab ketganman. Meni bitta xarakterim bor, men g'ururliman. O'ta g'ururli ayolman. Va u har doim aytardi, "Bilaman, sen kelmaysan." Borardi, olib kelardi. Oilani saqlab qolish uchun erim juda ko'p kurashgan. Juda ham ko'p kurashardi. Endi qarang, o'sha to'polon janjal 10 yillik oilada va 35 yillik oilada endi u narsa yo'q. Endi hammasini tatib ko'rganmiz. Qiyinchiliklarni ham, yaxshisini ham, yomonni ham. O'sha shirasi qolgan murabbo qolgandir balki. Tushunib yetdik, biz bir-birimizdan boshqa hech kimga kerak emas ekanmiz deydi. Kerak emas ekanmiz. Chunki qarang, yo'qchilikni ham ko'rdik. Borchilikni ham ko'rdik. To'qchilikni ham ko'rdik. Qiyinchilikni ham ko'rdik. Xo'rlikni ham ko'rdik, azobni ham ko'rdik. Hammasini ko'rdik. Lekin mana shu yo'ldan ikkalamiz bosib kelyapmiz. Shunaqa momentlar bo'lgan, ajralamiz deganmiz. Bilasizmi? Shunaqa momentlar bo'lgan. Bu yerda nima kuchlilik qiladi? G'urur. G'ururni ba'zan sindirish kerak. Ba'zan gaplashish kerak degani shu. Oilada kimdir g'urursiz bo'lib turish kerak ba'zi vaziyatlarda. Vaziyatda erkak ham ayol ham. Ba'zi vaziyatlarda. Erkak, agar siz mutlaq g'urursiz bo'lish kerak emas degani emas bu. Mana sen bugun mana yerga borasan. Xotin, siz uylanganingizdan hozir sizni qarab aytyapman. Sen mana yerga borasan, senga 300 soat vaqt deysiz. Men hali uylanmadim. Masalan, aytasizmi shundoq, siz aytganmisiz shundoq deb? Yo'q. Nima degansiz? Vaqt qo'yganmisan? Vaqt qo'ygansiz. Men bu juda deb bilaman. Nima deydi? Vaqt qo'yganmisiz? Nimada juda deb? Ya'ni
Onang uyiga borasan, senga 3 soat vaqt. Yo'q, men vaqt qo'ymaganman. Vaqt qo'ymaganmisiz? Bu endi qamoq. Men Bu o'zim erkinlik ham cheklanishi. ochig'i bu bunaqa qamoq ushlab olishdan qochganman ayolimga Bu nisbatan. qiynaladi-ku. Ba'zi ozroq erkinlik berilgan, tushunishga harakat qilib baribir yashash kerak deb o'ylayman. Ikkala tomon ham. Bunaqa qamoqni bergandan keyin aniq bilaman ayol tomonidan sovush paydo bo'ladi. Erkak kishiga nisbatan. Men Siz aytganingiz bu katastrofa. Bilasizmi, ishonch bo'lishi kerak demoqchiman. Buning uchun eng avvalo o'sha xotinning dunyoqarashi sal o'xshasin-da. Baribir o'xshash kerak. nisbatan. Ha, o'xshash kerak. Oz-moz yaqinlik bo'lishi kerak. Endi kechirasiz, masalan, qishloqdan shaharga kelinni olib tushasiz-ku. O'sha men aytgan gap. Uni qishloqni uni ichidan chiqarib tashlay olmaysiz. Uni ichida qishloq yashaydi. Agarda u men o'saman, xuddi alkogolik, men alkogolizmni baribir tashiyman deb o'ziga aytaversa tashlashi mumkin, lekin yaqinlarda bu ham isbotlandi. Alkogolizm shu kungacha davolanmaydigan kasallik, narkomaniya ham davolanmaydigan kasallik deyishgandi. Lekin bugungi kunda men hayron qolaman. Davolanayotgan ekanmi? Davolanayotgan ekan, bilasizmi, islom davolayotgan ekan. Yaxshi. Bitta islom. Rahmat shu javoblarga. Javob keldi-ku, muhimi degan. Siz bilan urushmoqchi edim. Agar davosi yo'q ekan, siz Yo'q, urushmoqchi men edim. xursand bo'ldim. Islom davolayotgan. Men patsientlarim aytadi, alkogolik deyirman, olib borib masjidga yo'naltiring eringizni deganman-da. Shu masjidga yo'naltirgandan keyin Javobi tashlagan. shu-ku, buni ko'p javobini eshitganman. Haligi ajrashish. O'zimiz psixolog bo'lib ketganmiz, nima deyiladi? Yo'q, menda bitta savol bor. Qaysi mavzuga doir? Umuman boshqa mavzu. Unda to'xtab tur. Umuman boshqa mavzu. Sen maza qilasan. Qisqa unda javob beraman. Qisqa lo'nda javob berasiz, ushlab turib. Unutmang. Xo'p, hammani yarashtirdik. Xudoga shukr. Faqat xiyonatni bunday chetga surib turgan holatda qaysi vaziyatda er-xotin ajrashishi kerak deb o'ylaysiz? Bu targ'ib emas, o'rtoqlar. Faqat Qarshimiz biz. Hurmat yo'qolsa. bir-biriga nisbatan. Hurmat yo'qoldimi ajrashish kerak. Uni tiklashga harakat qilish kerak emas-a? Hurmat tiklaysiz, yillar davomida tiklashga harakat qilasiz, lekin bo'lmayapti. Hurmat bo'ldi. tugadi, Bu xuddi bir ishonchdagi gapmi? Hurmat ham yo'qolsa. U ham ishonchdagi gap. Ishonch yo'qoldi, hurmat yo'qoldi. Siz hurmat yo'qoldimi, demak siz u uchun nolsiz. Siz bo'shliqsiz. Hurmat yo'qolsa, keyingi qilingan hurmat endi bu sun'iy hurmat bo'ladi-da. Agar bir kun kelib yana yaxshi gapirsa ham. Yo'q, masalan deylik, har bir oilada bir narsani tushunish kerak-da. Masalan, hurmatli yosh oilalar, bitta narsani tushuninglar. Sabrning orqasida mukofot bor, albatta, lekin sabr bu chidash degani emas. Chidash degani emas. Men har doim aytaman, eringiz abuzer bo'lsa, sizni ursa, shunaqa holatlarga olib kelsaki, siz kasalliklar ro'yobga chiqadi ayollarda. Qon bosimi oshadi, ko'rsangiz agar ko'zi qonga to'ladi ayollarni, rak orttiradi, jigari og'riydi. Bu hammasi o'sha psixologik bosimning borligidan, psixologik bosim deyiladi bu. Agar shunaqa bosim bo'lsa, agar er o'zgarmas bo'lsa, men aytaman-da qizlarga, voy, meni sevib qoldi. Voy, tinmasdan qo'ng'iroq qilyapti. Bilasizmi, deshadi, bir kunda 7 marta qo'ng'iroq qiladi. Kechasi ham qo'ng'iroq qiladi. Qayerdasan deydi. Voy, to'yni tezlashtir deyapti. Mana shu holatda shubha uyg'onishi kerak. Bu normal holat emas. Demak, u nimanidir tezlashtirib o'tkazormoqchi. Bu yerda sizga psixolog kerak. Bu sog'lom erkak emas. Sog'lom erkakda hamma narsa vaqt bilan, sal belgilanib, sal reja asos, bosiqlik bilan bo'ladi-da. Gul yuboryapti deydi, pul yuboryapti deydi, o'qilib tezlashtiryapti. To'xtang. Manipulyatsiya. To'xtang. Demak, bunda psixik bir nosog'lom odam bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Shuning uchun aytmoqchimanki, shunday erkaklarni uryapti. Opa, sizga 4 yil avval yozuvdim. Erim urib больницаga olib boruvdi meni, pochkamdan ayiruvdi. Ha, 4 yil avval yozuvdingizmi? Ha? Yashayapsizmi hali? Ha, yashayapman. Yana больницаga tushdim-da. Ikkinchi pochkaga ketdim. Endi pochka emas, ko'zingni endi urib chiqarsin. Ay, sen shuni xohlayapsan. Siz shu yoshingizgacha turib yurganingizga rahmat. Stokgolm sindromi. Psixik kasallikda bu ham. Shundan lazzat topadi. Bu yoqdan uradi, bu yoqdan lazzat topadi. Bu kasallik, tushunyapsan? O'rtada bolalarchi, psixikasi-chi, bolalarning psixikasi. Ularni hech kim o'ylamaydi. Yo, o'zi
Mavzu o'zgarmasa men Demak, ko'rdingiz, Sorry. tushundingizmi? Aniq javob Ursa oldim. ket deyman. Bir marta urdimi, qo'li o'rganadi. Tamom. Jazola deyman. Bir marta urdimi, jazola. Yana urdimi, demak qo'li o'rganadi. Tamom. Sen molmassan, sen eshakmassan. Yo, avvalo sen urishigacha olib kelma. Olib Shuni ham kelma. qo'shing. Olib kelma, mayli, olib kelma. Olib kelma O'zidan o'zi hech kim kelib sog'lom erkak o'zidan o'zi kelib tanglab tashamaydi. Men bundoq o'rgataman-da. Bundoq o'rgataman. Uradigan erkak. Yo'q, mana shu yerda olov burjida tug'ilganlar bor va sangviniklar bor, xoleriklar bor. Qo'lida pepelnitsa bormi? Uradi. Xotiniga qaratmasin-da, devorga qaratsin deyman. Tushuntira oldimmi? Mana shu yerda yasha deyman. Lekin u, ha opa o'zgardi, erim nevrotik. Endi meni urmayapti. Endi deylik, choynikni menga otmayapti, devorga otyapti. Sizni gaplaringizdan keyin deydi. Tushundingizmi? Mana shu holat. Baribir otyaptimi? Otyapti. Otsin, senga otmasin. Senga otmasin, tamom. Agar shuni ham senga otsa, demak, bo'pti, tugagan. Ha, Tamom. senga otmasin. Tamam, sen o'zingni qadringni bil. Ha, Siz- bo'ldi. Demoqchi, bo'ldimi? Ha. Bo'ldi, unutib yubordim. Meniki oila mavzusi emas. Yo, oila faqat boshqacharoq, sal ommaviyroq, jirkanchroq mavzuni ko'tarmoqchiman. Oxirgi paytlarda nimagadir Facebookdami, Twitter'dami ko'zim tushib qolyapti. Masalan, mana bunaqa voqealar bo'layotgan ekan. Oldin ham bir 2-3 yil oldin ham bir ko'zim tushgan edi ketma-ket. Masalan, sinfdoshlar choyxona qiladi, er-xotin. La. O'tirish qiladi deylik, choyxona gap. Masalan, sizlar sinfdosh va xotinlaring bilan kelasizlar. Ha, gap deylik, choyxona deb sal anaqa qo'ydim. Gap o'ynaydi. Gap o'ynaydi deylik. Va keyin kelinglar, bugun sal qiziqroq bo'lsin, almashamiz. Da. Ha, almashamiz. Qora. Xotinlar bilan almashamiz. Tunda. Hech shunaqa patsientlar, shunaqa voqealarga duch keldingizmi? Bor. Men kuzatyapman, endi ko'zim bilan ko'rmayapman, men o'qiyapman shunaqa narsalarni. Bor. Toshkentda Mani oldimga keldi. boshqa davlat haqida Mani gapirmayman. Ular oldimga oldida kelgan keldi. odam eshitdik. Keyin yana er-xotin bo'lib qaytib ketishadi. Mani oldimga keldi. Almashadi. Shunaqa sektalar bor. Toshkentda bor. Toshkentdaligiga men hayron qoldim. Erlar xotinlar. O'zbek bolalar, o'zbek xotinlar bir-biri bilan almashtiryapti. Bolaligimda emas, ayam aytardilar-ki, qaysidir qishloqqa borardik. Millatni aytmayman, qaysi millat. Udumi bordirdilar. U taraflar. U taraflar. Udumi bor. Hayron qoldik. Kelsa, masalan, mehmon bo'lib borsak, biza xotinini tuhfa qilib berar ekan erkakka. Mehmon erkakka. Non qo'ygandek. Non qo'yganday. Hurmatingiz bor mana. Ayam aytdi, tavba, shunaqa udumi bor. Biza borganmizda o'sha yerdan qochganmiz er-xotin deganlar. Hatto xotinim bilan almashadiganlar ham bor. Buni bilasizmi, o'sha odamlar biladi qaysi joylarda, hududlarimizda borligini biladi. Lekin men o'shanda 2022-yil qiz keldida, endi menga shu narsa yoqmayapti, lekin biza 2 yildan beri shu ish bilan shug'ullanyaptik dedi. Yana internetda bir-birlarini topishadi, bilasizlarmi? Internetda saytlari bor. Er-xotin, o'g'li bor, 12 yashar o'g'li bor. Oila, buni nomi ham bor ularni. Ular nimaga harfiga. Nomini aytmang, bo'ldi. Ha, nomini aytmayman. Nega keldi ular oldingizga o'zi? U keldiki, qanday qilib erimni shu maniyadan, ya'ni shu kasallikdan. Erimni deyapti. O'zini ham qaytaring. Mani jonimga tegdi deyapti. Menga o'sha yoqmayapti. Endi yosh o'tganda 35 ga qarab ketyapti. Charchagan ham. Charchagan. Endi erimni qaytara olmayapman shu narsadan. Erim bilaki yaxshi odam, pul topadi. Yo, 2 ta magazini bor yana. Qoyil qolasiz. Qo'l olgani kirsak. Shunaqa deydi, biz uyimizga chaqiramiz, u xonada u erim bilan, men uni eri bilan. Ana shunaqa yashaymiz. Keyin men bilasiz, oldin aytdi o'sha sektani nomini aytdi. Men shunaqa S harfiga. Men shunaqa sekta bor, bilasizmi? Shunaqa qo'pol qilib aytganda, ehtirosni qondiruvchi shunaqa usul bor dedi. Uni nomi ham bor dunyoda. Nomi ham bor, uni aytmang deganiga aytmayapman. Aytmang. Ha, Qidirib yurishmasin Google'dan. Internetda shuni zabis qilsa hech qanaqa. O'ziga bilishadi. Bilmaganlar bilmay qolsa, bilganlar shundoq ham biladi. kommentlar Qanday yozadi-yu. qilay erimni shu narsadan asrab qolay.
Endi men u endi o'rgandi u endi dedim. Mayli olib keling, balki ko'rsatar. Endi psixiatrga olib borish kerak dedim. Men uni davolay olmayman. Yo sekspatologga yoki psixiatrga olib boraman. Erkak seksopatologga borish kerak. Bor narsa. Men 22-yilda shu yoshga kelib. O'sha paytlarda ham bir anaqa internetda chiquvdi shunaqa gaplar. 22-yilda keldida oldimga, men hayron qoldim. O'sha ofisda ishlardim. Lekin qishloqlarda ham o'sha chekka qishloqda shunaqa bo'lgan tuhfa sifatida xotinini kelgan mehmon erkakka berishgan va bu norma bo'lgan u yerdada. Qochganlarda o'sha kechasi tunamay dadam bilan ayam mashinasiga minib qochgan. To'g'ri qilishgan. To'g'ri qilishgan. Shunaqa xolos, astag'firulloh. Shunaqa Va narsalar. bularga javobingiz. Nima qilish kerak? Bu psixik kasallik deb o'ylayman. Bu Mana haddan hozir- tashqari dunyoqarash kengayib ketishdan ham bo'lmaydimi? Yo'q. Ba'zi bir chegaralarni buzib yuboradi-ku. Masalan, o'sha gomoseksualizm deylik, 75-yilgacha psixik kasallik Sifatida qaralgan. sifatida qaralgan. Undan keyin chiqarib tashlangan. Va hozir uni psixik kasallik deyilmaydi. Masalan, ayrimlar qo'pol qilib aytay, quturganidan shu ishni qiladi. Demak, ko'p ayollarni ko'raverib Shu zerikkanidan qiladi shu ishni. Bu ham endi zerikkandan sal boshqacha bo'lsin shu ish. Zerikkanimdan qilaman deydi-da, bu ham bir quturmoqda endi. Ong ostiga kreativ bir anaqa qo'shilsin. Ana shuncha aytaman-da. Moldan farqimiz bo'lishi kerak ozgina. Shunaqa Hayvondan narsalar farqi- molsilar, Hayvondan farqimiz Baribir bo'lishi yuz kerak. kela olmaysizlar, hech aytib qo'ying. Mana qarang, qanaqa chiroyli so'zlar bor o'zbek tilida. Poklik, halollik, tozalik, sadoqat, Soflik. ishonch, soflik. Mana shu so'zlarni saqlab qolish haqiqatan ham Nasiba Qambarova aytgandek, palagi toza odam qila olmaydi bu ishni. Palagi toza bo'lish kerak-da. Shuning uchun bu hayot deydilar. Buni hayot deydilar. Ertaga men bilan nima bo'lishini Xudo biladi. Siz bilan nima bo'lishini Xudo biladi. Hozir o'tirib gapiryapmiz, lekin odamning ichida har doim stержень, ya'ni bitta ustun bo'lish kerak-da. Ustun. Meni hech nima, hech qanday sekta, hech qanday inson, hech qanday oqim meni e'tiqodimdan, mening qarashlarimdan, mening qoida qonunlarimdan chiqara olmaydi. Agarda bu e'tiqod va qonun olijanoblik bo'lsa, odamiylik bo'lsa, mehribonlik bo'lsa, bu razolat emas, bu qaysarlik emas, bu o'jarlik emas. Shunday yigitlar bor, o'jar, qaysar. Meni aytganimni qiladi, tamom va assalom. Tashab ketadi-da keyin xotin. Yoki shunday ayollar bor, ana shu erim shunaqa bo'lishi kerak. Men xohlayman shunaqa bo'lishini. O'zgarmaydim, bo'ldi, men ajralaman opa. Sabr qil, ozgina o'rgan, 6 oy bo'pti-ku kelganingga shu xonadonga. Ozgina sabr qilgan, ozgina o'rgan. Shunday kelinlar bor, qaynonaning zulmiga chidaydi, chunki yotog'iga kirganda eri, "Voy sabr qilgin jonim, men seni yaxshi ko'raman" deydi. Muloqotda gap ko'p. Muloqotda gap ko'p. Agarda sen ayomni aytganini qilasan, tamom va assalom, bor yo'qol ko'zimga ko'rinma deb o'zini g'ururini bu yoqqa ustun qo'yib, yo'q. Siyosatni erkak olib boradi. Ayyorona siyosat mana shu yerda kerak bo'ladi. Ayolga nisbatan. Va bizda an'anaviy savol Dilshod opa, birinchisini o'zim beraman. Har bir kuzatuvchimiz o'qishi shart deb bilgan 3 ta kitobingiz. Tak. Qur'on. Qur'oni Karim. Qur'oni Karim. Ikkinchisi kim edi? Hozir to'xting. Erik Bern. Aha. Deyarli barcha kitoblari. Psixolog bor shunaqa. Publitsist. Va nimagadir menga ko'p yordam bergan Tolstoy. Lev Tolstoy. Tolstoy asarlari. Istalgan asari. Istalgan asari. Rahmat. Endi har bir kuzatuvchimiz ko'rishi shart deb bilgan 3 ta kinoni nomini aytasiz. 1+1. Ikkinchisi, men juda yaxshi ko'radigan takror, men tarixiy filmlarni yaxshi ko'raman. Va biografiya juda ham yaxshi ko'raman. Menimcha biografiyani hamma ko'rish kerak, ya'ni va tarixiy filmlarni ko'rish kerak deb o'ylayman. Gladiator, masalan, Aleksandr Makedonskiy filmlari va anaqa biografiyada menga oxirgi marta juda ham yoqdi. Esimda yo'q nomi, lekin Freddie Mercury haqidagi filmni juda ham mazza qilib tomosha qildim. Ko'rganmisan? Ha, Mercury to'g'risida. Yaqinda 23mi, 24mi shekilli. Ha. Yaxshi. Endi
Bizda unikal o'ziga xos rubrika Dilshod opa, biz hammani kasbidan, faoliyatidan kelib chiqib qisqa blitz qilamiz. Masalan, adabiyotchilarga shoirlar, yozuvchilarning ismini o'qiymiz va ulardan qisqa ta'rif so'raymiz yoki sportga aloqador shaxslardan sportchilarni so'raymiz. Sizni bugun jurnalist emas, psixolog sifatida taklif etganimiz uchun siz bilan bugun psixologik holatlar haqida blitz o'tkazmoqchimiz. Biz sizga psixologik holatlar yoki ularning nomlari haqida o'qib beramiz. Siz mana shu nomlarni 1, 2 yoki uzoq 3 ta so'z bilan ta'riflab berishingiz kerak. Katta. Ayriliq, Insonning o'zi aybdor. Xiyonat, Aqlsizlik yakuni. tushkunlik, O'z-o'zini boshqara olmaslik. g'azab, Muddati bor holat. sadoqat, Eng buyuk so'z. razolat, Tubanlikka yetkazuvchi. zulm, Xudbinlikning bir turi. mehr, Quyosh. sabr, Chidam emas. kulfat, Sinov bu. itoat, Odamiga qarab. ajrashish, Taqdirga tan bermoq. yengiltaklik, Qonida bor. o'ta jiddiylik, Noto'g'ri deb bilaman. ayyor, Kerakli narsa. xudbinlik, Chegarasi bo'lishi kerak. ojizlik, Ayollarga xos. sevgi, Kimyoviy reaksiya. baxt. Hozirgi lahza. o'lim. Yangi hayotga yo'l. Ajoyib. Endi suhbatimizning eng so'nggi qismi, Dilshod opa, biz har doim hamma bilan o'tkazadigan suhbatlarimiz mana shu savollarimizga siz ham javob berishingiz O'tvormang, kerak ya. bo'ladi. Ekranlaringizda ko'rinib turgan karta raqamlariga ixtiyoriy ravishda istalgan summani o'tkazing va loyihamiz rivojiga hissa qo'shing. Bu summalar texnik holatimizni yaxshilash, ko'rsatuvlarimiz davomiyligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Siz bizni yanada yaxshiroq holatga keltirishingiz mumkin. Quyosh nuri va mehr tafti ila to'yingan. Tabiiylik, sifat va xushbo'ytam xonadoningiz fayzidir. Silver choylari, tabiiy tam. Eng katta qo'rquvingiz? Sharmandalik. Eng yomon odatingiz. Dangasalik. Eng katta afsusingiz qaysi? Men umuman afsusni yomon ko'raman. Sevimli yozuvchingiz. Ayni damda o'qiyotganimni aytsak agar o'zimizning Erkin A'zam. Hayotingizdagi birinchi qahramoningiz kim? Kulib olasizmi hozir? Yo'q. Ikkinchi. Birinchi qahramonim Hmm. Pavel Korchagin. Ko'ramiz. Sizni kim bo'ladi deb o'ylashgan? Men boshidan bilmayman nimaga shu shoir, yozuvchi bo'laman deb o'ylashgan. Mani shunaqa o'ylashgan, lekin sindirishgan keyin 6-sinfimda. Do'stlik siz uchun nimani anglatadi? Bemalol hamma sirlarimni ayta oladigan insonim. Qaysi fandan yomon o'qigansiz? Matematikadan yomon o'qisam ham 4 baho olganman. Birinchi marta o'zingiz faxrlanadigan ish qilganingizda necha yosh bo'lgansiz? Birinchi faxrlangan ishimni qilganimda men demak she'r yozardim. Necha yoshda? 1-sinfdan. Hozirmi, yo'qmi birorta? Yo'q, chunki masalan kosmonavtika kuniga kitoblarni qidirsangiz she'r bo'lmasdi. Men she'r yozib qo'yardim, hamma bolalarga tarqatardim sinfda. Shunaqa odatim bor edi. Va shundan faxrlangansiz. Va shundan faxrlanardim. Ssenariy yozardim bayramlarga. Faxrlanadigan ishlar. Necha yoshingizdagi sevgi eng kuchlisi bo'lgan? Bilasiz, men lider bo'lganman va har doim diqqat markazida bo'lganman. Necha yoshimdagi sevgi? Shu erimni juda ham sevganman. Ungacha gullarni otib yorib, menga mumkin emas sevgi. Keyin pushti ko'zoningni qalinidan taqtansiz.
Erimni sevganman, juda ham sevganman. Haqiqatdan ham chiroyli bo'lganda erim yoshligida. Rosa ham. O'zingizni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Hali ham bilasizmi? Ha, 3 ta alohida so'z, ha. Qisqa. Jumla emas. Jumla emas, so'z, ha. Olov. Ojiza. Va o'ta kamtarinlik bo'lsa kerak. Dushmanlaringizdan eng ko'p nimani o'rgangansiz? Xudbinlikni. Siz uchun baxt nima, Dilshod opa? Mana hozir sizlar bilan gaplashib turganim baxt. Meni yoshimga kirsangiz agar har bir o'tayotgan lahzani baxt deb hisoblaysiz. Mana hozir sizlar bilan mana shu yerda gaplashayotganimning o'zi katta baxt. Shu kungacha yashagan eng baxtli kuningiz? Navaralarim dunyoga kelgan kunlar bo'lsa kerak. Hayotingizdagi birinchi Google vazifasini bajargan odam kim? Ota-onam, menimcha ayam. O'zingizga qaysi iste'dod yetishmayapti deb o'ylaysiz? Raqqosaman, xonandaman uyda. Liderman. Qay ma'noda liderman endi. Ha. Lekin o'zimga yetishmaydigani sal menimcha kitob boshladim, hech shuni tugata olmayman. O'qishimi? Yozish. Ha. Endi amalga oshirishga kech bo'ldi deb hisoblagan orzungiz bormi? Albatta. Odamlarning ko'p qaysi fazilatini qadrlaysiz? Oliyjanobligini. Qaysi vaziyatda yolg'on gapirishga haqqim bor deb o'ylaysiz? Bilasizmi, men sudlarda ko'p ishtirok etganman va doim to'g'ri gapirganman. Lekin ayrim holatlarda oilani saqlab qolish uchun yolg'on gapirishga majbur bo'lganman. Oilalarni saqlab qolish uchun. Oxirgi marta qachon hamma narsadan dam oldingiz? Voy, oxirgi 5 yil hamma narsadan dam olyapman. Tezroq qayting. Tezroq qayting. Yolg'izlik qo'rqinchlikmi yoki odamlar? Odamlar qo'rqinchli. Hatto o'liklardan qo'rqmayman. Qo'rqmayman o'liklardan. O'liklardan qo'rqma, tirikdan qo'rq degan gap bor. Odamlarga maslahat bergan yaxshimi yoki pul? Pul bersangiz, sizni qadrlashadi, hurmat qilishadi, e'zozlaydilar, lekin har bir inson shunday inson har bir odam shunday shaxs bo'lsinki, muzey kabi. Odamlar kelib uni tomosha qilib bir narsa olsin yoki siz maslahat bermang, sizga o'zlari maslahatga kelishsin. Shuncha yil yashab, qilgan xulosangizga ko'ra hayotning ma'nosi nima ekan? Bilasiz, men oldin aytardim, hayot bu sayohat. Mana hatto er yoki xotin sizni hayotingizda uchraydi, birga muayyan bir davr berilgan o'sha davrda birga boradi. Sayohat, uni ushlab ko'rasiz, buni ushlab ko'rasiz, tomosha qilasiz, lazzatlanasiz. Lekin hozir kelyapmanda, o'sha o'tmishimga qaytayapmanda, agar men kurashmaganimda, agar men ayrim halovatlardan voz kechmaganimda, ayrim daqiqalarda qaror qabul qilmaganimda, keskin burilish qarorlari, kurashmaganimda men bugungi narsalarga erishmagandim. 40-45 yoshgacha hayot kurash, keyin esa sayohat. Qaysi tarixiy shaxs bilan suhbatlashishni xohlardingiz? Lev Tolstoy bilan. Yaxshi Hayotingiz kino qilib ishlasa, kim sizni rolingizni o'ynashni xohlardingiz? Dilnoza Kubayeva. Qaysi tarixiy hodisani ko'zingiz bilan ko'rishni xohlardingiz? Albatta, o'sha payg'ambarimizni hayotlarini ko'rgim keladi. Agar bir kun 25 soat bo'lsa, o'sha ortiqcha bir soat nimaga ishlatgan bo'lardingiz? Qani edi imkon bo'lsa, ortga qaytishga ishlatgan bo'lardim. Bir soat nimaga yetadi? Ko'p narsa qilish mumkin bir soatda. Kechirim so'rashga ulgurarsiz. Bir hafta internetsiz yashay olasizmi? Bemalol yashayman. Googledan ko'proq ma'lumot olasizmi yo sun'iy intellektdan? ChatGPT deyapsiz-da. Googledan ko'proq olaman, men ChatGPTdan ham. Agar hayotingizni noldan boshlash imkoni berilsa, eng ko'p nimaga e'tibor qaratardingiz?
yana shu hayotni yashab o'tardim, lekin Toshkentga 10-sinfdan keyin kelardim. Obro'yingiz uchun urushganmisiz hech? Albatta. O'tmishdagi o'zingizga xat yozsangiz, bugundan turib bunga nima degan bo'lardingiz? Hamma ham xato qiladi degan bo'lardim. Va bu xatolar tasodif emas, balki mening og'zimdan chiqqan gaplarim uchun berilgan jazo deysizmi? Tushundingizmi? Natija. Hayotingizdagi eng katta men buni uddaladim deb aytgan lahzangiz qaysi? Menimcha ikkita qizimni baxti. Sizga berilgan imkoniyatlar va ulardan foydalanish darajangizni 1 dan 10 gacha baholang. 10. Yaxshi. Qaytar dunyodan qo'rqasizmi? Judayam. Bu hayotda sizga qilgan eng katta pranki nima, Dilshod opa? Ishonuvchanligim. Hali ham kechirmagan odamingiz bormi? Yo'q, men kechirib yuboraman hammani. Hali ham sizni kechirmagan odam bormi? Yo'q, unaqasi yo'q. G'ururingiz necha yoshgacha bokira edi? Ha, yaqinda shu savolni berdinglar kimga? G'ururim, ayolga g'urur har doim kerak. Men Toshkentga kelib, na bolalarimni, na o'zimni borib iltimos qilib, na iltimos qilmaganman. Men shunaqa g'ururli insonmanki, hatto o'qishga kirishga ham masalan aytishgan, meni institutimga olib keling yoki olib boring, mana rektorga iltimos qiling. Taklif qilishgan, mana rektor tanishim, kelingda bitta iltimos qiling. Men iltimos qilgan odam emasman. Ayolda g'urur bo'lishi kerak deb hisoblayman. Va u hali ham bokira. Va u hali ham bokira, qaysi ma'noda men g'ururliman. Meni oyoq osti qilgan odamga nisbatan uni kechirib yuboraman. Kechirim ham so'rayman, g'ururim. Lekin qaysi mana kibr bilan g'ururning farqi bor-da, tushunyapsizmi? Albatta. Ha, ayolga g'urur kerak, ayniqsa jamoada ishlayotgan ayolga. Jamiyatda ishlayotgan ayolga g'urur har doim kerak. Borib mana ishimni bajarib bering iltimos demaganman. Erkak kishiga yalinmaganman. Ayollarga balki iltimos qilgandirman, lekin erkaklardan yalinmaganman, yo'q. Mana shu jihatdan ayolga g'urur kerak. Rahmat. Oxirgi kunda nimani qoyil qildingiz? Erim rosa maqtadi meni. Tuzingizni yetib tupurishganmi? Juda ko'p bo'lgan. Kimni peshonasidagi eng sho'r yozuvsiz? Erimni. Bittada chiqdi, bildingmi? Haligi savollar tugamasdan. Bilan lavozlari bilan. O'zingizga o'zingiz hisobot berib turasizmi? Har doim. Hayotingizga jazo bo'lib kirib kelgan odam bormi? Erim. Yo'q, Bugun podkast chiqqan kuni yo'qda janjal bo'ladi, mehmonga borib yurmanglar. Ham jazo, ham mukofot erim. Orada bir kuldirib yig'latar ekansiz. Nima uchun yashayapsiz deb savol bersam, nima deysiz? Bilasizmi, inson shuda yashashi kerakki, farzandlari hech bo'lmaganda farzandlari faxrlansin. Qaysi ishni ertaga qilaman deb orqaga surib kelyapsiz? Mana shu kitobni, o'lgir kitobni. Qaysi kunni yana bir marta yashashni xohlardingiz? Ayam dadam bilan o'tirgan kunni. O'limingizni kutayotgan odam bormi? Yo'q. O'limdan qo'rqasizmi yo yashagan hayotingizdanmi? Hech nimadan qo'rqmayman Allohdan boshqa. Ajoyib. Bugungi tashrif uchun sizga alohida rahmat va minnatdorliklarimizni bildiramiz. Dilshod opa, bergan bilimlaringizga rozi bo'lasiz, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz degan umiddaman. Qaysidir savolimiz sizni saviyangizga mos bo'lmagan bo'lsa, bundan uzr so'raymiz. Va Pastroq demoqchimiz. Ha. Endi albatta hayotiy tajribamiz ham, kasbiy tajribamiz ham sizdan yillab orqada. Yo'q, unaqa demayman. Shuning uchun aybga buyurmaysiz. Va kuzatuvchilarimizdan ham iltimos qilardim, suhbat haqidagi fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Navbatdagi mehmonlar kim bo'lishi kerak, mana shu haqidagi fikrlarni ham kutib qolamiz va shunga qarab navbatdagi dasturlar ketma-ketligini reja qilishga harakat qilamiz. Dilshod opa, sizga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Maza qildim. Qachondan beri intervyu bermayotgan. Ochig'i biz ham anchadan beri bunaqa suhbat qurmadik, oxirgi marta shoir opa bilan bo'ldi. Ha.
Shuning uchun 2-3 marta adashdim. Shuncha shoir Pardoval. Loyiha hamkori Qamar kitob do'konidan sizga kitob Mehmet Raufdan Sentyabr xazon fasli nomli. Tarjima qilingan ekanda. Albatta. O'qiganmisiz? Yo'q, o'qimaganman, lekin man Endi sizda o'qish imkoniyati bor shunda. Bo'ldi, Hali o'zbek o'lgur tilida. kitobni baribir yozmayotgan ekansiz-ku. Hech bo'lmasa shuni o'qing deydi. Va Loyiha homiysi Silver choylardan choylar Wow, taqdim choy ham etamiz. bor. Ko'ki ham bor, qorasi ham bor. Oho. Mutolaa vaqtida bir choy damlab, issiq Rahmat. choy ichib, bir maza qilasiz degan. doim ko'rsatuv so'ngida men aytib o'taman, ichayotgan choyimiz Silver choylaridan o'tadi. Xo'p, endi oxirgi iltimosimiz juda mazali ekan Silver choy aytib qo'ying. ko'p gapirtiradi. Ko'p gapirdi. Ha, ko'p rostni ko'p gapirtiradi. Ko'p gapirtiradi. Xo'p, Qamar kitob do'koni boyagi siz tanlagan sevgi og'uvmi, o'sishmi degan savolning egasiga mana shu kitobdan bitta ekzemplyar taqdim etadi. Qamar havola qiladi, siz chiroyli tilak yozib berasiz. Xo'p bo'ladi. O'sha savolning egasiga.